Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Sizni ko'rib turganimizda ham juda ham minnatdormiz. Mana sizni boshchiligingizda sportga va yoshlarga berayotgan e'tiboringiz natijasida turli xil yosh toifasidagi terma jamoalarimiz bilan Osiyo chempioniga aylanyapmiz. Jahon chempionatining muntazam ishtirokchilariga aylanyapmiz va hozirga kelib kattalar o'rtasidagi jahon chempionati tarixda birinchi marta siz boshchiligingizda ishtirokchisiga aylandik va butun xalqimizni xursand qilganimizdan juda ham faxrlanamiz. Va shu fursatdan foydalanib sizga kattakon rahmat aytmoqchiman. O'zingizni tashrifingiz bilan bizni jahon chempionatiga kuzatib, bu bizga boshqacha kuch, ishonch va motivatsiya beradi va shuning uchun sizga kattakon rahmat aytib qolaman. Rahmat. Sizlarga ham mana shu motivatsiyani tagida ilohiy bu kuch bor. Qudrat bor. Sizlarni vatanparvarlik niyatlaring, ko'zlaringdagi yonib turgan xursandchilikni ko'rib, men ishonchimga ishonch qo'shilayapti. Ilohim mana shu hamma niyatlaring ijobat bo'lsin, amalga oshsin deb o'zim ham xuddi sizlarga o'xshab qanday sizlar qiynansalaring bilinglar, biz 3-4 marta qiyin vaziyatda bo'lamiz, yonlaringda bo'lmasak ham. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat.